Shunaqa. O'sha yo endi bosh to'lov hisob ketadi-ku mashinlarda. Bu mashinlarda to'lov bor. Mana qaranglar. 2023-yil Gentramiz 2023-yil. Bular radnoy mashinlarda mana qaranglar. 50 ming yurgan toza deyilgan. Propani bor. 23-yil Lyukigacha bor. Qora Sibir full 4 ta yumshoq baloni ham bor. Bunisi ham toza, 57 ming yurgan. Manda bu tarafda radnoy kam yurgan, akkuratniy mashinlar bor. Bunga garantiya berasiz? Bularga javob. Garantiya beriladi. Bitta joydan kraska chiqsa, $2000 kamiga beraman. Javob. Mana. Shu gapim javob. Lekin boyaga aytganimda ustasini ko'rib kelib olib ketsinlar. Mana shu yerdan chiqqandan keyin men javob bermayman. Kim biladi, borib turib $2000 olish uchun shunday noinsof odamlar bor. Borib bitta kirlosini almashtirib turib qaytib kelsa-da, aka javob degandingiz. Mana mashina kirlosa kraska chiqib turibdi deydiganlar ham bor. Bor. Chetda ko'rib olish kerak. U kuni 8-martda ehson tarqatyapman. Bechora mardikor balani telefonini mardikor o'g'irlab ketyapti. Ko'z oldimda. Qarang. Kambag'al shu yerda tap yopishtirib ketyapti. Qarang-da. Mardikor bechora telefonim deb ishoning aka, telefonim deb yig'laverdi mardikor bechora. Men shu qismda turudi deyapti. Aka, topib berdik telefonni. O'sha yerda o'ziga. 23-yil Gentralarimiz full, 4 ta yumshoq balon, 100% radnoy. 30 mingdan 40 mingdan to 60 minggacha, 55 minggacha yurgan Gentralarda shkelatini bosh to'lovi $1,500 bilan chiqadi. $1,500 pulingiz rasxotingizga ketadi. Yetmaydi ham. Оформление, nomer, texpasport, zapret, sug'urtangiz, komissiya usluga degan narsalarga ketadi. Yetmagan pulingiz 14 ming sotishimiz kerak bo'lgan Gentra bo'lsa, 15 mingga tiqib yuboramiz. $1000 yetmagan pulingizni yana bankdan olamiz. Mana. Bundan ziyod yana nima deyay? Nima maslahat berasiz aka? Maslahatim eplasa olish kerak. Odam mana mujik bo'lib turib uylanadi-ku. Uylanganda xotinni boqsa uylanish kerak-da. Boqolmay turib, "Ada, o'g'limni pampersini olib bersangiz yaxshi bo'lardi. Kashasi kelib qoldi, kashasini olib bering" deb yuradigan bo'lsa, uni uylanib nima qiladi uylanib? Ha? Uylanmay yurish kerak. Uylanadigan vaqt keladi, to'g'rimi qizim? To'g'risi-da. Raz erkak o'g'il bola bo'lib oldingmi? Epli olsang ol, epli olmadingmi? Joningdan aziz narsa emas-ku, temir-ku topiladigan narsa. Ber, topshirib yubor, o'lsin. Hayoting yana boshqatdan chiroyli qilib davom etgan. Hozirgi bolalar pul ketsa achinmayapti. Qiz ketib qolsa achinyapti. Deyapti. Sevgilim deyapti, ayrildim deyapti. To'g'risida nima bo'lib ketyapti hozirgi bolalarga men hayronman. Yoshlarga. Yoshlar qayerga? Xullas 1,5 ming bilan boshlanadi. Radnoy, shikolat, aniq narsalar. Islomjon 1,5 bilan. Bosh to'lov, oylik to'lovi 5,500,000 dan tushadi. Radnoy, shikolat narsalar aql yetsa mana olish kerak, manaka jonimiz ustiga. Boshqa bironta xarajat qilmaydi. Pasporti bilan keladi, ishi bitib olib ketaveradi xudo xolasa. Endi qaranglar. Naqdga oladiganlargami? Hozir ko'rasiz. Aksiyani ham sindiraman, narxini ham sindiraman, hamma narsasini sindiraman. Spark 1,5 ming bilan oylik to'lov 3,600,000 so'mdan ketdi. Hamma rasxoti ichida. 12 hafta bu Monza avtomashinamiz 3,5 ming bilan olib ketsinlar. 53 ming yurgan 100% toza. Bizda ana yarmi yo'q, ulangan, undaqa eshak arava, undaqa mashinalar alohida turadi. Bormi unaqa? Unaqasi ham bor. Boshlang'ich to'lovsiz ham deydi. Boshlang'ich to'lovsiz ham bor. Bu radnoy aniq narsa kerak bo'lsa, mana shunday shikolat narsalarimiz salonimiz ichida alohida turibdi mana aka. Har xilidan bor mana shu yerda. 3,5 ming bilan ketdi Monza. Bu Monzamiz 3600 bilan ekan, boring bu ham 3,5 ming bilan ketdi. Mana bu. 61 ming yurgan 23-yil
100% toza benzinda turibdi bu monjamiz. Endi esa qizishda ana o qiziydigan joyiga keldi. Aqli yetmaydigan, hech kim duxi yetmaydigan narxda qilib beradigan joyiga keldi. Mana shuncha xalq mashina olgan odamlar endi hozir men qo'yib beradigan narsam bitta Amirxon yuring bir mashinalarda bor-ku, narxini, inasini ko'rsatib o'raylik. Nima dedingiz? Qizim, sen ham videoga olasan, Telegramga qo'yamiz, tushundingmi? Maydalaymiz. Telegram uchun alohida 1 minutlik video qo'yamiz. Ketdik. Mana shu YouTube ko'rib turganlar Telegram kanalimizga ham o'tib oladi. Oldiga